Uyg'ur ressam Ruslan Yusuf. İnsanlarda dastlabki ong shakllangan vaqtlarda insonlar oddiy siziqlar bilan kun, oy va yulduzlarni, hayvonotlar, suvdagi jonliqlar, uchar qushlar va hasharotlarni tog'u toshlarga va o'ngurlarning tomlariga sizgan. Hamda toshlardanmi oddiy shakllarni yaratgan. İnsaniyetning taraqqiyotiga ergishib, rassomlar oddiy siziqlar bilan shakl yaratishdan halqib, sizmoqchi bo'lgan shaylarning sifat alohidaligi, rang alohidaligi va ularning bo'shliqdagi holatini ajoyib yuqori sifatda ifodalaydigan bosqichga yetgan. İnsaniyet jamiyatining to'xtovsiz taraqqiyotiga ergishib, san'atkorlar san'atning faqat shaylarning aynan holatini ifodalashla emas, balki ularning mohiyatini, ruhiy holatini, jangovar jasoratini, shundaqla insonlarning xushallig'i va azob oqibatlik kayfiyatini ifodalash kerak ekanligini tushunib yetgan. Darvaqa ular ichki dunyosidagi eng nafis, nozik va cho'nqur tushunchalarni nihoyat yuqori sifatda erkin ifodalab, insonlarning huzuriga sungan. Asrlarning san'at peshvolari ularni yakunlab impressionizm, ekspressionizm, surrealizm va dadaizmchilik san'at iqimlariga ayirgan. Zamonimizga kelganda ilm-fanning taraqqiyoti insonlarni hang-tang qoldirgudek ilgirlab, sun'iy hamrohlari koinotga chiqarilib, osmon jismlarining rangarang hodislari rasmga tortilib, insoniyatning huzuriga sunilgan. Osmon jismlarining rang hodisalari til va shakl bilan ifodalagisiz darajadagi go'zalligi insonlarni hang-tang qoldirgan. Bo'libmi san'atkorlarni masxush qilib, yangi bir san'at iqimining borliqqa kelishiga asos yaratib bergan. Burun ilm-fan, madaniyat, san'at ayrim-ayrim doirada o'z rolini o'tagan bo'lsa, bugungi davrda bir-biri bilan bog'lanib bir nuqtaga yuzlanmoqda. Dunyo san'atining taraqqiyotiga ergishib, Uyg'ur rassomlarimi dunyo rassomlari bilan bir safda taraqqiy qilishdan keyin qolmagan. UNESCO tarafidan e'tirof qilinib, insoniyat madaniyat xazinasiga angi ilingan, dunyo muzikantlarini hayron qoldiradigan Uyg'ur 12 muqomidek muzik san'atini yarata olgan millatning o'xshash darajada rassomlik san'atining bo'lishi muqarrar. Kuchar Qumtura ming uy tam rassomlari, Kuchar Bay rayonidagi ming uy tam rasmlari, Turpan ming uy tam rasmlari buning isbotidir. Bundan ming necha yuz yillar burun sizib qoldirgan tam rasmlarimiz ming uy tam rasmlari yoki tosh kimir san'ati degan nomlar bilan Germaniya, Fransiya, Angliya, Shvetsiya, Amerika, Rossiya, Koreya, Yaponiya qatorliq ellarning davlat muzeylarida e'tiborlanib saqlanmoqda. Gerçi necha yuz yillargacha Uyg'urlarning rassomlik taraqqiyotida bo'shliqlar qolgan bo'lsa-mu, oldingi 100 yil mobaynida Rossiya va Yevropa rassomligining ta'sirida aql-farosatlik san'atkor millatning avlodi bo'lgan Uyg'ur rassomlari dunyo rassomligining yangi taraqqiyotiga hayron qarorliq darajada tez moslashib, yangi davr Uyg'ur rassomlik san'atini yaratdi. Uyg'ur vatanida 20-asrning 60-yillaridan boshlab rassom G'ozi Ahmad boshchiligidagi talantliq va natijalik rassomlar dunyo rassomlik taraqqiyotiga mos holda davr xarakteriga ega bo'lgan dunyoviy ilg'or saviyadagi rasm iqimi va ilg'or uslublarni maydonga chiqardi. Qozog'istonda yashab o'tgan hurmatli rassom Ruslan Yusuf shu rassomlarimizning tipik vakillaridan biridir. Uyg'ur rassom Ruslan Yusuf 1950-yili 4-mayda G'ulji shahrida dunyoga kelgan. U 1955-yili oilasi bilan Olmaotaga ko'chib kelgan. 1970-yili Olmaota san'at akademiyasida go'zal san'at kasbini tamomlagan. 1979-yili Toshkent teatral go'zal san'at institutini tamomlagan. 1972-yildan boshlab Rossiya davlatlik
va xalqarалық ko'rgazmalarga qatnashishga boshlagan. 1980-yildan boshlab Alma-Ata Güzel San'at Akademiyasida dotsent bo'lib, ta pensiyaga chiqqanga qadar ishlagan. U Qozog'iston va Rossiyada zo'r natijalarga erishib, ko'p kishilarga ta'sir ko'rsatgan Uyg'ur rassomlarimizdan biri. 1995-yili Sharqi Turkistondagi San'at institutining taklifi bilan San'at instituti Güzel San'at fakultetida 1 yil o'quvchilarga kasbiy dars bergan. Rassom balalik chog'larini Alma-Atada o'tkazgan bo'lsa-mu, uning kindiq qini to'kilgan ona yurtiga bo'lgan sig'inishi va hurmati hech bir zaman sustlashmagan. U ijodiyatida boshdan oxir Uyg'urlarning hayoti mazmun qilingan asarlarni yaratib kelgan. 1995-yildagi Vatan safarida uning bu sig'inish tuyg'usi volqon kabi portlab yolqinchigan. Shundan keyin rassomning asarlarida ajoyib hayotiy kuchga to'lgan yangi bir uslub shakllangan. U ishlatgan asosli ranglar qizil, sariq va oblisin rangi bo'lib, palkush ishlatishlari nihoyat keskin va qat'iy bo'lgan. Edi qutning qadimligi, tuyuq va taklamakan atrofidagi qum barxanlari, yolqintoq qatorliq joylarni ifodalagan asarlaridan vatanning o'tqashdek issiq haroratini tuyg'uli bo'ladi. Uning shu rasmlaridan rassomning aytib tugatgusiz o'ylari, sizib tugatgusiz cheksiz kuchga to'lgan yuksak ilhom va hissiyotini ko'ra olamiz. Uning asarlarida biz nihoyat yiroqdan tovlayotgan muqam sadolarni anglay olamiz. Qum barxanlarining azoblanib to'lg'inib qaraslayotgan tovushni anglaymiz. Uyquga ketgan jimjitlik hukm surayotgan timtasiqni to'yimiz. Shu asarlardan qum barxanlari orasidagi umidga to'lgan bahorni ko'ramiz. Sap tortib ketayotgan karvonlarning qo'ng'iroq ovozlarini to'yimiz. Ba'zi asarlardan nari tortib jangga otlanish oldidagi palvonlarning g'azab hayvisini ko'rsak, ba'zi asarlarda baygiga tushgan chavandozlarni ko'ramiz. Yana ba'zi asarlarida samoga tushgan azimatlarni ko'rsak, yana bir asarlarda qum barxanlarining volqon kabi portlash oldidagi hayvisini ko'ramiz. Shundaqla yo'lvas kabi ajdodlar ruhini ko'ramiz. Rassom zaminga bo'lgan so'ygisini, shu zaminning egisi bo'lgan faxrlik g'ururi va g'azab nafratini, o'tqashdek issiqda titilib ketgan tuproqning sifat holati, bo'ron chapqinlar shakllantirgan qum barxanlarining gigant hayvisini o'ziga xos bo'lgan san'at tili va cheksiz mahorati bilan sezib qoldirgan. Badiiyligi yuksak ajoyib san'at asarlarini qoldirib ketgan Ruslan Yusuf 2021-yili 3-oyning 31-kuni kasal sababi bilan Alma-Atada vafot bo'lgan. 2000-yillarning boshlarida men Ruslan akaga telefon qilib ahvol so'rganimda, u menga "Ukam, men hozir taklamakanni qezib, tegiga tushib ketyapman" degan edi. Yana bir mazgil o'tgandan keyin ahvol so'rab telefon qilganimda, u "Ukam, men hozir taklamakanning tegidan ustiga o'rlab chiqyapman" degan obrazliq so'zlari mening yuragimni titratgan edi. Bu badiiy tasvirlik so'zlardan Ruslan akaning ijodiy ruhi va ichki hissiyotini tushungili bo'ladi. Shu obrazliq so'zlarning kuchini uning asarlari bizga nihoyat aniq so'zlab berdi. Ruslan aka o'zining kasbiy so'ygisini tabiatga bag'ishlagan va tabiatdan izlagan. U menga "Ukam, tabiatdagi go'zallik men sizga rasmdan jonliq va go'zal. Ko'chat tiksangiz meva berdi. Gul terisangiz po'raklab ichilib sizni xushal qiladi" degan edi.